Bu kalligrafiya daftarlarini-chi, farzandlari ham ishlatsa bo'ladi, ishonasizmi? Sababi yozuvlar 10-15 minutda avtomatik o'chib ketadi. Bu nabor ichida haqiqatdan ham 19 ta narsa bor. Yozish va o'qishni o'rganish uchun rus tilidan 4 ta daftar, ingliz tilidan ham 4 xil daftar, yana arab tilidan ham 4 ta daftar. Yozuvi chiroyli bo'lishi uchun 4 xil tildagi husnixat daftarlar. Nabor ichidan o'zini sehrli ruchkalari chiqadi. Xavotir olmang, shunchalik ko'p zapaslari borki, keyingi farzandlaringizga ham yetadi. Nabordan eng sifatli qalamlarni ham topasiz. Bolajonlarimiz yaxshi ko'radigan ko'p martalik doska. Matematikani o'rganish uchun hisob shoti, ruchkani to'g'ri ushlashni o'rganish uchun maxsus rezinkasi ham bor. Endi farzandingiz soatlab yozsa ham barmoqlari og'rimaydi. Endi bu naborning sehrli tarafini aytaman. Bu kalligrafiya daftarlarini-chi, farzandlari ham ishlatsa bo'ladi, ishonasizmi? Sababi yozuvlar 10-15 minutda avtomatik o'chib ketadi. Bu esa bolajonga qayta yozish imkoniyatini beradi. Naborimiz yana bitta zo'r tarafi, bu har bir yozuvni o'yma shaklda tushirilgan. Bola umuman adashmaydi, to'g'ri va chiroyli yozish o'rganadi. 4 tadan 16 ta daftari ichi bir xilmi deb so'rasangiz, yo'q. Aslo uni 4 ta daftar husnixat, matematika, rassomchilik, shakllar va albatta o'yinlardan iborat. Bundan tashqari har bir daftari birinchi betida foydalanish bo'yicha yo'riqnomasi ham bor. So'z isboti bilan deganlaridek, mana videoni bo'lgunimizgacha yozgan harflar uchishni boshladi.